好，欢迎同学们来到新疆共青团网上双语夜校，教你学汉语，情景绘画，即学即用。我是你们的老师 Sekila Asghar。今天我们要学习的是第7单元。Bugün bizim öğrenmekçi olduğumuz 7. kısım。那这一课我们要学习的是阿里木找工作。Alimninki mushu hizmet izdishi。阿里木他从这个到乌鲁木齐，然后开始自己的新生活，去租房子。那么接下来他要做的事情是找工作。Alim Ürümchiga keldi, dostları bilan ko'rashdi. 然后呢，uydan birini ijaraga oldi. Endi bunun qiladigan ishi是xizmatdan birini izdemoqchi bo'ldi ya. 那么在进入这一课的课文之前, sözlükni aldığımız saat öğrenip bulduk. Tekstga kirishdan burun avval biz 6-cı dərsninki mushu nişanlarını bir ötküzüp etsek ya. 6-cı dərsninki nişanlarını. Onda olsa başuna fanda第6课的目标 6-cı dərsninki nişanını içinla. Nimeti birisiga kiyim-kechaklar turlari, andan keyin mushu sayköktat degandek narsalar.好, onda olsa başladık. 裙子裙子短裙短裙衬衫衬衫 T 恤 T 恤风衣风衣毛衣毛衣外套外套牛仔裤牛仔裤西装西装马甲马甲长裤长裤短裤短裤运动衣运动衣第二个是鞋子鞋类皮鞋皮鞋运动鞋运动鞋凉鞋凉鞋高跟鞋高跟鞋平底鞋平底鞋布鞋布鞋靴子靴子棉鞋棉鞋箱包类书包书包手提包手提包行李箱行李箱钱包钱包挎包挎包公文包公文包好，然后呢还有一个是颜色染中华人民共和国国旗是红色的中华人民共和国国旗是红色的向日葵是黄色的向日葵是黄色的棉花是白色的棉花是白色的草坪是绿色的草坪是绿色的天是蓝色的天是蓝色的煤炭是黑色的煤炭是黑色的桑葚是紫色的桑葚是紫色的茶叶是棕色的茶叶是棕色的好，这个呢是颜色那接下来我们要看的是这个水果和蔬菜Aval köktatta, aval köktat. 芹菜芹菜韭菜韭菜萝卜萝卜蒜苔蒜苔大蒜大蒜洋葱洋葱胡萝卜胡萝卜豆角豆角豇豆
豇豆、南瓜、南瓜、冬瓜、冬瓜、黄瓜、黄瓜、土豆、土豆、洋芋、洋芋、茄子、茄子、白菜、白菜、辣椒、辣椒、菠菜、菠菜、西红柿、西红柿。好，接下来是水果，咪记吧。西瓜、西瓜、甜瓜、甜瓜、红枣、红枣、无花果、无花果、香蕉、香蕉、橘子、橘子、石榴、石榴、葡萄、葡萄、杏子、杏子、苹果、苹果、梨子、梨子、李子、李子、柠檬、柠檬、猕猴桃、猕猴桃、芒果、芒果、菠萝、菠萝、柚子、柚子、樱桃、樱桃、蟠桃、蟠桃。好，那么以上呢是我们上一节课yani第6单元的这个目标。那接下来我们要看的是第7单元啊，第7单元。那么一样，在我们这个正式讲课文之前rasmiy tekstni mushu so'zlashdan burun avval biz mushu 7-darsninki oldingi soatda biz o'rgangan so'zliklarni bir takror qilib o'taylik. Bunda olsa başladık. 应聘，应聘，人事部，人事部，经理，经理，岗位，岗位，销售，销售，简单，简单，介绍，介绍，自己，自己，高中，高中，学历，学历，学，学，汉语，汉语，兴趣，兴趣，爱好，爱好，唱歌，唱歌，电影，电影，运动，运动，留，留，简历，简历，如果，如果，通知，通知，希望，希望，机会，机会。好，这些是我们的生词。那么接下来我们要学习我们的课文了，课文向前冲。一样呢，我们先看一下我们的小视频。Avval bizniki mushu kichik filmimizni bir ko'rib olsak。您好，我是来应聘的。您好，请问您要应聘什么岗位？我来应聘销售岗位。能简单介绍一下自己吗？好的，我的名字叫阿里木，来自和田，今年23岁，高中学历，我学了1年汉语，现在来乌鲁木齐想找一份工作。您的兴趣爱好是什么？我的爱好是唱歌、看书、看电影、运动等。
好的，请您留一份简历，如果有需要，我们会给您打电话通知。谢谢您，希望你们能给我一次机会。好，刚才呢，我们已经看过了这个小视频。小视频里面它的故事场景，bu hikayenin düzbegen，阿里木在互联网上找工作。那么alim torda hizmet izlabdi，来到公司参加面试。那么hizmet izlab bo'lgandan keyin shu 100 dirani bir imtihon bo'ladi. Shu imtihonga qatnashqili kepti. Demek bu yerdagi bu dialog kim bilan kimning o'rtasida? Shu olim bilan, ya'ni shu odamlarni boshqarish bo'limidagi shu mudirsi bilan, Qingli direktorsi bilan ikkisining o'rtasidagi gaplar ekan. 那么我们来看一下，阿里木，您好，我是来应聘的。Men xizmat izlab keldim. 那么一般情况下biz bir yerga shu xizmat izlagan bo'lsak, ya'ni ma'lum bir joy xizmat qabul qilgan bo'lsa, shu xizmatchi xodimni qabul qilamiz degan bo'lsa, 那么 biz borgan vaqtimizda 首先我们要他们会说bulab shu 前台服务呀或者是什么地方他会说什么呀？你好，有什么可以帮助您的？yaxshimisiz? Biror yordam kerakmi degandek gaplarni so'raydi. Bu vaqtda biz nima deymiz? Biz xizmat izlab keldim desak ham bo'ladi. 我是来应聘的 deb desak bo'ladi. 那么bu yerda olimmi shundoq deganda, 那然后这个人事部经理说您好 salom qaytadi. 请问您要应聘什么岗？那就是 siz qandaq o'ringa 或者说 siz qandaq o'rinda xizmat izlab kelyapsiz. 好，那我来应聘这个销售岗位，那就是so'da sitib mushtaq bir o'ringa. Demek阿里木呢，他是来干什么呀？就是buningdan keyingi bu olimninki xizmatninki asos shu qiladigan ishi bir narsalarni setish, boshqalarga tunishtirish, shu qarshi tarafning shu narsani setib ilvag'idek. 那就是要练习自己的一个什么呀？口才的一个销售这个工作不好干，不oson xizmat emas。那么然后呢，人事部经理说的，能简单介绍一下自己吗？ O'zingizni bir oddiygina tunishtirib boqamsiz debdi. 简单介绍一下自己。好，阿里木说好的。好，olim qandaq o'zini tunishtiribdi? Demek bu darsda biz o'zimizni tunishtirishni öğrenişimiz gerek degan gap. 我的名字叫阿里木 avval ismini debdi. 我的名字叫阿里木 来自和田 yurti palanchi yerdan keldim xotandan keldim debdi. 今年23岁 bu yil 23 yoshga kirdim. 今年23岁 yishini so'zlabdi. 高中学历 那就是shu to'liq o'tirg'ichi o'qidim debdi. 高中学历 学历就是 o'qigan tarihi. 我学了1年汉语 Ben 1 yıl Hanzu dili öğrendim. 现在来乌鲁木齐想找一份工作. 那么 ben şu 1 yıl Hanzu dili öğrenip hazır Ürümchiga kelib bir xizmat izlemekçi boldum. 好，onda olsa 人事部经理，您的兴趣爱好是什么？ Sizninki shu qiziqishingiz nima debdi. Chunki bu 销售 deymiz, bu bundaq so'da setiq qiladigan bundaq bir bo'limda odamninki xarakteri qanday bo'lish kerak deymiz. Tashqi mijoz bo'lish kerak. Ondan siz boshqalarni qiziqtirib, jiq so'zlab turib bu narsalarni yaxshi sota olamiz, deyba. Ha, shuning uchun bu yerda buni 兴趣爱好ni so'radi. 那么阿里木说，我的爱好是唱歌、看书、看电影、运动等。等 deganimiz bu yerda saqlash emas, shu qatorliq deganni bildirdi. Ha, nima olim nimaga qiziqadi ekan? 唱歌 naqsh etishga, 看书 kitob ko'rishga, 看电影 kino ko'rishga, nima 运动 harakat qilishga. 然后人事部经理说，好的，请您留一份简历. O'zingizniki bir qisqina tarjimonligingizni qoldirib qo'ying. 如果有需要, agarda ehtiyojli bo'lsa, 我们会给您打电话通知 sizga telefonda uqtirish qilamiz debdi. 那么在这里如果有需要我们给您打电话通知 这句话的意思就是说 biz bir yerga xizmat izlab borgan vaqtimizda qarshi taraf shu zamatdan bizga javob bermaydi. Bo'ldi yo yo'qmi demaydi. Masalan, siz yoqmagan bo'lsangizmi, sizga telefon qilamiz deydi. Siz yoqqan bo'lsangizmi, yana o'xshash, yana biz o'ylashib boqaylik, anandan keyin telefon qilamiz deydi. Nima bu yerda biz
qandaq bo'lgandi deb ortiq o'ylab ketishimizningki hojati yo'q. Agarda sizningki mushu qila oladigan ishlaringiz qarish tarafningki talabiga uyg'un kelsa, 一般情况下都不会出什么问题。那么最后阿里木说，谢谢您，rahmat sizga。yanıla bir o'xshashsa, 无论你做什么事情，不管你做什么事啊，mayli nima ish qiling，只要对方有帮到你，qarshi taraf sizga mushu kichik bir yordam qilgan bo'lsa-mu, 谢谢 deyishni unutib qolmaylik。希望你们能给我一次机会，sizlarningki menga bir qatim fursat berishinglarni umid qilaman debdi. Nima? 给一次机会 bir qatim fursat berish。好，这个呢是这个第7单元的课文。那unda bo'lsa, menga ergishib, o'sha butun mazmunlarni bir qandaq o'qiytamdiq. Keldik. 您好，我是来应聘的。您好，请问您要应聘什么岗位？我来应聘销售岗位。能简单介绍一下自己吗？好的，我的名字叫阿里木，来自和田，今年23岁，高中学历。我学了1年汉语，现在来乌鲁木齐，想找一份工作。您的兴趣爱好是什么？我的爱好是唱歌、看书、看电影、运动等。好的，请您留一份简历，如果有需要，我们会给您打电话通知。谢谢您，希望你们能给我一次机会。好，这个呢是我们的课文。MD， 我们来看一下我们今天的目标。bugungi nishonimizga bir qarab boqaylik. Bugungi nishonda qanday mazmunlarni o'rgandik ekanmiz? Bayam dedik, 应该是什么呀？自我介绍，那就是o'zimizni qanday tunishtirishni o'rganamiz. O'zimizni tunishtirishni. Bu yerda bir nuqtani so'zlab o'tsak, shu 自我介绍ga kelgan vaqtimizda, o'zimizni tunishtirgan vaqtimizda o'xshamagan so'rinlarda, o'xshamagan usulda tunishtiramiz. Hozir biz bu nishonda qancha xil? 4 xilni so'zlab o'taylik. Birinchisi 应酬式。那么bu 应酬式deganimiz 就是说 o'zimizni bir oddiy tunishtirish. 应酬式是 oddiy tunishtirish. Bu yerda qarasak mundaq debdi, 在某些公共场合和一般性的社交场合。ba'zan shu 公共场合 deganimiz 就是 ommaviy so'rinlarda, 一般性的社交场合. 那么 odatdagi mundaq aloqa qilgan mundaq bir so'rinlarda, masalan bu odatdagi deganimiz shama 旅行途中da sayat qilgan vaqtimizda, 宴会厅里yoki bo'lmasa shu restoranlarda, 或通电话时, ya'ni shu telefon qilgan vaqtlarimizda 都可以使用应酬式的自我介绍. Mushularning hammasida mushundaq oddiy bo'lgan o'zimizni tunishtirish usulida ishlasak bo'ladi, qo'llansak bo'ladi. 那么此种介绍要简洁精炼，一般只介绍姓名即可。那么bu xil tunishtirishda qanday deymiz? Oddiy bo'lish kerak. Ko'pincha o'zimizningki nimasini, ismimizni lam tunishtiramiz. Qanday deymiz? 您好, masalan, 我叫周琼。您好，我叫周琼。yaxshimisilar? Mening ismim palonchi degandeklar. 或者说B deb javob beribdi. 您好，我是陆曼。我叫什么什么 desakmi bo'ldi yoki bo'lmasa 是什么什么 desakmi bo'ladi. Masalan, men o'zimni tunishtirgan bo'lsam, 您好，我叫这个夏克拉 deb mundaq degan bo'lsam, qarishtirib 您好，我叫美丽哈巴 degandek. 或者说我是 deb desimi bo'ladi. 那这个呢是第一种应酬式. Oddiygina tunishtirish. Faqat o'zingizning ismingizni desingizlar bo'ladi. 好, unda bo'lsa, ikkinchisi 工作室. 工作室. 那么工作室deganimiz 就是 xizmat so'rindagi o'zini tunishtirish.
Bayamqı intro'shi oddiy tunishtirishda faqat ismingizni lam desangiz bo'ladi. Nima xizmat so'rinda o'zimizni tunishtirgan vaqtimizda qanday qilamiz? O们来看一下。工作室的自我介绍主要适用于工作之中。那么bu xizmat so'rindagi shu o'zini tunishtirish buni qanday vaqtida ishlatamiz? 就是xizmat so'rinlarda。它是以工作为自我介绍的重点。那么bu yerda o'zimizniki shu xizmatimizni tunishtirish bizniki bu tunishtirishimizniki muhim nuqtasi bo'lib mangdi. 工作室自我介绍有3要素。那xizmat so'rindagi bu shu o'zini tunishtirishda 3 nuqtasi bor. Birinchisi 本人的姓名，本人姓名，那就是o'zingizniki ism familiyangiz。İkincisi 供职单位及部门，那就是o'zingizniki shu xizmat o'rningiz. Qaysi o'rinda, qandaq bir bo'limda ishlaydiganligingiz. Üçüncüsü 担负的职业或者是从事的具体工作。那么shu o'rinda, shu bo'limda sizningki qiladigan vazifangiz yoki bo'lmasa konkret xizmatingiz. Mushu 3 nuqtaninki 缺一不可，birisimi kam bo'lib qolsa bo'lmaydi. 除非确信对方已经熟知。那么qandaq ahvol ostida demasak bo'ldi desak, qarshi taraf sizningki ahvolingizni aniq bilib bo'lgan ahvol ostida buni demay tursak mı bo'ladi, lekin ko'pincha xizmat ustida cho'qim o'zimizni noyati tafsili xizmatingizni asosni, shu xizmatni asos qilib turib tunishtirsiz. Nima unda bo'lsa, bu yerdagi misolga qarab baqsak, 您好，我是销售部的阿里木。那么agarda olim shu 销售部qabul qilinib qolgan bo'lsa, bu qanday tunishtirish kerak? Boshqalar buningki shu shirkatda ishlaydiganligini biladi, shunaqo. Nima o'zininki bu yerda faqat qaysi bo'limda ekanligini desa bo'ladi. Nima? 您好，yaxshimisiz? 我是销售部, men shu setiq bo'limidagi Ali Mu, olim bo'laman. 好，ikincisiga qarasak, 我是中国联通公司。那么中国birlashma xabarlashish shirkatininki 客户经理, ya'ni shu xaridorlar nimasi direktori Wang Xiaoyue. Bu yerdagi 这个中国联通公司deganimiz bu Wang Xiaoyueninki ishlaydigan shu shirkati, xizmat o'rni, tanvisi. 那么客户经理deganimiz bu yoqninki nimasi 职位是 qaysi o'rinda nima xizmatni qildiganligi. 好，这是这两个，这是这两个。好，这个是工作室，工作室。那么üçüncüsü 交流室。交流室deganimiz qarshi taraf bilan qandaq shu paranglashayotgan holatda o'zimizni tunishtirganimiz. Nima bu qarab baqsak, shu aloqa qilgan vaqtimizda o'zini qandaq tunishtirdi. 他说，有时在社交活动中，我们希望某个人认识自己，了解自己。那就是说，shu boshqalar bilan aloqa qilgan vaqtimizda biz ma'lum bir kishilarningki o'zimizni tunishini, bilishini, tushunishini, 并与自己建立联系, ya'ni o'zimiz bilan mushtaq bir aloqani saqlab qolmoqchi mushtaq bo'lishini umid qilamiz. Nima bu vaqtda biz qandaq shu 交流室, ya'ni shu aloqa qilish usuldagi o'zini tunishtirish shu xil usulni qo'llansak bo'ladi. 交流室的自我介绍比较随意. Nima shu aloqa qilaman deb turib, shuni maqsad qilib o'zimizni tunishtirgan vaqtida buningki mazmunlari, qandaq bir narsalarni desam bo'lar, bularning hammasi o'zingizning ixtiyoringizcha bo'lib mangdi. Masalan, o'zingizninki shu ism familiyangizni, 工作 xizmatingizni, 籍贯 deganimiz shu o'zingizningki yurtingizni, anandagi 学历 o'qish tarixingizni, 兴趣 ya'ni o'zingizningki shu qiziqishlaringizni, uningdan boshqa nimalarni yaxshi qilib, nimalarni qanday qilgan ortiqchiligingiz, kamchiligingiz deganday. 这些都可以啊，这些都可以，这些都是什么呀？自我介绍啊，这些都是自我介绍。那么bu yerdagi bu misolga qarab baqsak, 你好，我叫刘月。yaxshimisiz? Mening ismim 刘月。
来自乌鲁木齐 Ürümchi'den geldim. 今年25 岁 刚大学毕业. Bu yıl 25 yaşga kirdim. Amdilam oliy maktabni putladim debdi. Nima bu yerda bu taraf nimalarni tunishtiribdi? 我叫刘月 ism familiyasi 来自乌鲁木齐 yurti 今年25 岁 年龄一系 刚大学毕业 yani o'zininki hozirgi ahvoli 就是amdi maktab putlagan bir o'quvchi ekan. Oliy maktabni putlagan bir amdi jamiyatga chiqqan bir qizchaq ekan. Ondan ikkinchisiga qarasak, tasho ni hao 我是 Diliyar. Yaxshimisiz? Men Diliyar. 开始人 Qashqaliq. Nima bu yerda bu Diliyar ismi 这个开始人 deganimiz yurtda 今年26 岁 bu yil 26 yoshga kirdim. 正在读研 bu du deganimiz o'qish, yen deganimiz aspirantlikni bildirdi va demak bu olim hozir aspirantlikni o'qib yetibdi. 我喜欢旅游 debdi. Men sayohat qilishga amroq debdi. Nima eng oxirida bu hozir o'zining ismini, yurtini, ishini, hozir nima ishlarni qilayotganligi hamda o'zining bir qiziqishini so'zlab o'tibdi va 这是呀这是交流式的自我介绍 boshqalar bilan shu aloqa qilish yuzida qilgan shu o'zimizni tunishtirishimiz. Nima eng oxirgisi li shi deydi. Nima bu li shi deganimiz nima? 就是murasim so'rinlarda o'zimizni qanday tunishtiramiz? Murasim so'rinlarda. Masalan, 讲座、报告、演出、庆典、仪式. Masalan, bu şu ba'zan shunday muntazam o'tiradigan mushtaq bir so'rinlarda. 比如说讲座deganimiz masalan leksiya yoki bo'lmasa 报告 doklad, 演出 shu o'yin qo'ygan, 庆典 yoki bo'lmasa mundaq tabriklash yoki yishi bir murasimlar bo'lgan vaqtida shunga o'xshash mundaq qandaq deymiz muntazam bo'lgan bir so'rinlarga kelgan chaqda 要运用礼式的自我介绍 o'zimizni qandaq shu murasim so'rindagi o'zini tunishtirish degan mushu xil usulda o'zimizni tunishtirishimiz kerak. Nima bunday qilamiz desak, bu xil usulda o'zimizni tunishtirgan vaqtimizda qarish tarafga nima deymiz? 以示介绍对象的友好和敬意 o'zingizniki do'stona ekanligingizni yana hurmatingizni bildira olasiz. 那礼是自我介绍，它要包含自己的姓名、单位、职务。那礼是bu xil shu o'zini tunishtirishda o'zingizniki ism familiyangizni, ondan shu xizmat o'rningizni, vazifangizni desak bo'ladi. Masalan, men astiga nima debdi? 大家好, ko'pchilik yaxshimisizlar? 我是新疆大学外国语学院英语系 大二的学生热依拉，我来自美丽的伊犁，今年21岁debdi. Yaxshimisilar? Men Xinjiang Universiteti Chet el tili institutininki inglizcha fakultetining oliy maktab 2-yillikdagi o'quvchisi nima Rayla ekan. 我来自美丽的伊犁, men güzel Gulcu'dan geldim, 今年21岁debdi. 好，这是一个学生给。那么 ikincisi de nima debdi? 尊敬的老师们，亲爱的同学们，大家好. Mushu hurmatlik muallimlar, suyumlik saboqdoshlar, yaxshimisizlar debdi. 我叫王明 ismi, 是新闻系大3的学生. 那么 qaysi fakultetniki ekan? Mushu xabar, uchur xabar fakultetiniki oliy maktab 3-yillikninki o'quvchisi debdi. 我从山东来, men Shandongdan keldim yurtda, 今年23岁, 23 yoshga kirdim. 很高兴认识大家, sizlar bilan tanishganimdan nihoyatda xursandman debdi. 好, unda xusa 这个呢就是我们这一课要学习的一个目标. 一个目标, bu mubyo nima ekan? O'zimizni tunishtirish. Mushu eng oddiy bo'lsa ismingizni, andan keyin sal murakkabroq bo'lsa o'zingizning yurtingizni, andan keyin xizmatingizni, ishingizni
so'zlasangiz bo'ladi. 这些都是属于简单的自我介绍。好, unda bo'lsa, bugungi mushu mazmunlarni qayta takror qilib, bugungi tekstni 5 qatim o'qib, mushu mubiyodagi mushu misol olgan jumlalarning hammani bir menga ergishib turib bir necha qatim o'qib, mushu filmni ko'rib, hammasini o'qib deganda qilib, mushu hamma narsani qalbimizga qo'yib taylik. Bo'lamdi? Ha, unda bo'lsa, bugungi darsimiz mishagicha bo'lsin. Kelarki sonda ko'rishaylik. Xayr, xush.